Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari, aziz yurtdoshlar. Bugungi videomiz ham xudo xolasa Xiva Elektroset buyum bozorida bo'ladi. Hozir sizlarni bir ajoyib do'kon olib boracakman. Qizlara dim kerakli bu do'kon. Ko'p yubkalar, buyuklar bor. Orientirni aytacakman avval. Ina ko'rib turganingizdek, shu orientir etmaslar hojatxonani aytacakman. Ina shu rishotkadan bon tarafi Dehqon bozoruna giradi, don tarafi buyum bozoruna giradi azizlar. O'shadan chap yoningizda 112-magazin. Dum moshni narsalari bor. Kiyimlari dum zo'r, sifatli, hozir bir qator ko'rib chiqamiz. Ina ko'rib turganingizdek, toza tovarlar hammasi. Shahlatga, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'shroq narsalarni olib kelibsiz aka. Savdangizni bersin, zo'r aka. Necha so'mdan qo'ydingiz? Koftalarni. Tepadagi rubashkalari ham 160 dan. 160 ming so'm ishi yuqoridagilar. Hava. Qatorni shu 160 da. İçi mayichkalar bor uning ichida. 160 ming so'm ishi yuqoridagilar. Lekin shaxlabga bilan obunachilarimizga qaytib berasiz axir. Qaytib beraman, kelaversin. Mana bu ikkinchi qator. Yuqoridan ikkinchi qator. 100 dan shular. 100 ming so'mdan ishilar. Ina sifatlarina dim gap yo'q. Dim moshni, modasi, fasonlari ham dim xushroq. Ataga 100 ming so'm. Obunachilarimizga bundan ham arzon aytib beradi shaxlabga. Hava, qaytib beraman. Xiva O'zdurdona kanalida, Durdan kanalida ko'rdik. Degan obunachilarimizga qaytib beriladi. Ina koftalarni qarang azizlar, qizlarchalar dim xushroq. Fasonlarini ham gap yo'q ina. Bularni nechadan qo'ydingiz? 150 dan. 150 dan qo'ydingiz, ha? Hava, 150 dan. Bular ham 150 dan. Hava. Dim xushroq, bir-birini o'xshamaydi, bir-birini takrorlamaydi. Xushroq koftalar ina. Bu rubashkalaringiz necha so'm? Shular 130 dan. Bular 130 dan. Lekin shaxlabga obunachilarimizga qaytib berasizmi bundan ham? Qaytib beraman, qaytaman. Xiva Elektroset buyum bozor 112-magazinaga kelsangizlar, kanalimiz a'zolarini arzon aytib beradilar. Qizlar vajlani. Ina yubkalarning ham xilma-xillari bor. Bu yerda ul razmerdan bor. Razmerlari bor. Razmerlardan ham bor. O'zim ham oldim. Ko'p narsani shu yerdan olamandim. Ajoyib sifatli kiyimlari. Katta razmerlardan ham bor. Begonajonlar bemalol kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Qizlarjonlar, ina yubkalarning turi ko'p. Ina hozir trendda bo'lib turgan ina futbolkalar deysizmi, rubashkalar deysizmi, hammasidan bor. Yana qizlar, galinlarimiz uchun beramanli, homilador qizlar uchun ajoyib sarafonlar bor, xilma-xillari bor. Bu yerda hozir ozroqi bor, pachkada ochilmadi hali, pachkada bor lekin qizlar kelaverasizlar. Har xil svetinda bor, razmerlar ham har xil. Bahosini nedan qo'ydingiz ishi sarafonlarni? Sarafonlarim bichimli koftasi bilan birga 250 dan shular. 250 dan. Bu jinsi. Qaytib berasiz ulardan ham. Havo, qaytib beraman. Endi bu xushroq yubkangiz bor ekan. 180 dan shular. Fasonini qaranglar qizlarjonlar. Dim zo'r. 180 ming so'm. Kelishtirib bering buni obunachilarimizga. Qaytib beraman. Ina mocholi yurmaydigan qizlar ishi 112-magazinga kelaverasizlar. Dim xushroq narsalari bor. Ina do'ykalar ham bor. Bu do'ykani nedan berib turibsiz? 180 dan. 180 dan. Bundan ham qaytaladi, Qaytaman, qaytib bering obunachilarimizga. Meni korishniy setam bor, ina gadibkin. Korishniy setidan kelibdi ina. Dim xushroq, dim akkuratni ekan. Dim xushroq ham, uzun ham. Ina buyuklar ham har xillari bor. Qizlarjonlar, ina dim ko'p xillari, qora svetda, boshqacha svetlarda jins o'pkalar, ina har xillaridan bor ekan ina. Hammasi original, sifatli kiyimlar bor deydi. Ina buyuklar ahamiyat beringlar, qizlar. Dim xushroq, dim sifati zo'r, bunday ranglar hozir modada, hozir trendda. Ina bir-biridan farq etadi. Ina ko'rsangizlar, ina bolaklari, qoshli xillari ham bor. Dim fasonlari xushroq, ina aksessuarlari uzunda, qayishlari bilan birga, lentachalari bor. Xullas, moshni giyinaman degan qizlar Xiva Elektroset buyum bozori 112-magazin shaxlabga magazinga kelaverasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.